Ruqiya degan men shu, Akramjonning otasi. Nima? Bu mening xabarim yo'q ekan-ku. Ha, biz amalini qilaylik. Nech bo'ldi? Ma'qul, ma'qul. Nim qiliq bu ukam? Qiladiganni qilib bo'p, o'zingni daldiga ag'iningma bu? Yuqur o'simli qarz degan, osmonga chiqib ketsang topiningdan, yerga kirib ketsang, ko'kulangdan tortib turib to'ltadigan nima bu? Aa, yetti tog'ning kayniga o'tib olsangmi amal yo'q. Nima gap bu degina? Turishini. Gap qilmamsa, nimaga ishlatding zot u pulni? Bir yaqin janjigar og'inamga pul lozim ekan to'q. Yenimdikini bersam yetmaydi ekan. Shunga yuqori o'simli qarz shirkatidan qarz bergandim. Ha, nochi yigit. Og'inangga yuqori o'simli qarz berding. Yeningdikini bergining oz kelgandek, tex boshqalardan qarz berding degina? Men bermay qolsam, ocham berdi deb mening telefon nomerimni yozib berding. Yaxshi, bo'ladigan pido ekansan. Men shu Yelim ikki ukamga ocha, ikki balamga ona, ota-onamga bala. Erimga xotin bo'p, tatayotgan japonlarim oz kepti ha menga. og'inam uninggacha berib o'timiz deganda, men 100 kilometr appaga acha. U bermay qolsa o'zim berib o'taman deb o'ylagandim. O'ylamag'an yerda mayda 2 qitim doktorxonaga kirib qilib, pulning hamini tugitib bo'ldim. Ya saqaymi deb o'tishimmi? Ukam, turmushning mohiyati ana ashundaq. Har qitim sen bir savolning javobini topay degan vaqtingda turmush savolini o'zgartidi. Ati nima ish bo'lganligini bilmagandikin. Topmagan pulni aldirab xashlamaymiz. Ko'timda ishda yo'q, etim oltinjon degandek ish qilibsan sen. Yana boshlandi. Sana ikki yig'iz tarbiya qilib bo'lmaydi ha? Gap qilib bo'g'ib tishingni tutib bo'lsa. Ündidarın qarğına pul etib qo'ydim. Berib tishingni davolatib kel. Bo'ldi acha. Baribir foydasi yo'q ekan. Tishingni davolatmaydigan ish bo'lsa, u qon bo'rak, yurak odishingning yeniga berib pulni elib, qarzni qaytarib et. Men mo shunday qilay degan, biroq qandoq deyishni bilmay qoldim. O'ngga mangsam at o'lgan, so'lga mangsam marusungan. Men mo hijolatchilikda qoldim. U og'inamning yuziga solsam qanday bo'ladi? Do'stimning ko'nglini avaylab bo'yimda qoldi degandek, "Ba uyanni, adishing o'ynaydi." Ma qarzning dardini sen tatsa. Bo'ldi ekan, ha? Rastim desam acha. Hozir u og'inam oliy maktab arzu to'ldirgan ish bilan aldirash pulni g'amini qilib o'tibdi. Anglasam arzu to'ldiradigan pul ketadi ekan. Undaq bo'lsa og'inang yengillik qilmay, yangi Nobel arzu to'ldirish kasbiy yetakchilik qilish guruhiga borsin. Hukumat igidorligidagi oliy maktab yaxshi kasblarni tanlashda tajribasi mo'l, ma'rif xizmati bilan uzun yil shug'ullangan o'qituvchilar yig'ilgan guruh ekan. O'quvchilarga arzu to'ldirishga yetakchilik qilgandan boshqa, oliy maktabni bitirib xizmatga chiqqanga qadar maslahat berdi ekan. Yangi Nobelning maslahat berish doirasi butun Shinjongda 20 o'ringa kengaytirilgan ekan. Og'inangga deb qo'y, 181 29 15 85 38 degan nomer bilan aloqalashsin. Boshqa yerda oldinib yurmsinjimi? Ma'qul acha. Aras, boyaqi gap bilan pulning ikkisi ishga ishchimi? Pulni cho'qim qaytarib kel. Biroq boy degandek pulning gapini hozir desam, yuzaymagandek bo'lib qoldi ekanman. Ba'zi ishlarni qarshi tarafning yuziga silishni o'ylab turib qolgan vaqtingda, qarshi tarafning yuzi bormi yo'q, shuni o'ylab qo'ygulik.